Platon osmondagi mukammal g'oyalarni izladi. Ammo uning shogirdi haqiqatni yerning o'zidan qidirdi. Haqiqat hayotning o'zida yashaydi. Aristotel uchun bilim kuzatishdan boshlanardi. Platon mukammal g'oyalarni izladi. Aristotel esa real narsalarni tushunishga harakat qildi. Borliqni tushunish uchun avval uni kuzatish kerak. U tarixdagi ilk buyuk ilmiy tafakkur egalaridan biri edi. Har bir mavjudotning o'z mohiyati bor. Aristotel uchun ideal davlat osmondagi orzu emas edi. Eng yaxshi davlat mavjud hayot ichidan topilishi kerak edi. U buyuk Aleksandrga ham ustozlik qildi. Aql insonning eng katta qurolidir. Platon haqiqatni osmondan izladi. Aristotel esa inson hayotining o'zidan topdi. Haqiqiy donolik hayotni tushunishdir. Bugungi ilm fanning ko'p qismi Aristotel boshlab bergan yo'ldan yurmoqda. Izlashdan to'xtamang.